Assalomu alaykum, hurmatli kengash a'zolari, raislik qiluvchi. Ruxsatinglar bilan hisob komissiya majlis bayonnomasini tanishtirib o'taman. 2025 yil 29 dekabr Toshkent shahri saylangan komissiya tarkibi: professorlar Burxonov, Abdusalomov, Ishmanova. Komissiya To'rayev Azamat Shuhratovичning 08/00/16 raqamli hisobot va xalqaro raqamli integratsiya ixtisosligi bo'yicha iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olishga qo'yilgan dissertatsiyasi yuzasidan yashirin berilgan ovozlarni sanash uchun saylangan. Ilmiy kengash tarkibi 19 kishidan iborat qilib tasdiqlangan. Ilmiy kengash tarkibiga hal qiluvchi ovoz huquqi bilan qo'shimcha ravishda hech kim kiritilmagan. Majlisda ilmiy kengash a'zolaridan 19 kishi, shu jumladan ko'rib chiqilayotgan dissertatsiya ixtisosligi bo'yicha 10 nafar fan doktori ishtirok etdi. 19 ta byulleten tarqatildi. Qutichada 19 ta byulleten borligi aniqlandi. Ovoz berish natijalari: To'rayev Azamat Shuhratovичga iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini berish bo'yicha quyidagicha ovoz berildi. Tarafdorlar 19 ta 100%, qarshilar yaroqsiz deb topilgan byulletenlar mavjud emas. Hisob komissiyasining raisi va a'zolari imzolari bilan tasdiqlangan bayonnomani hurmatli raislik qiluvchi ushbu bayonnomani ovozga qo'yishingizni so'raymiz. Rahmat. Hurmatli kengash a'zolari, hisob komissiyasining mazkur bayonnomasini tasdiq etishiga so'rayman. Rahmat. Hurmatli kengash a'zolari, sizlarga mazkur dissertatsiya ishi yuzasidan ilmiy kengash xulosa loyihasi tarqatildi. Assalomu alaykum hurmatli kengash a'zolari, yana bir bor. Hop, kun tartibidagi masalalar ko'rib chiqishda davom etamiz. Endi demak, Tashkent International University mustaqil izlanuvchisi Rahimboyev Sardor Qahramonovichning
080007 ixtisosligida PhD darajasini olish uchun transformatsiya jarayonida banklarning investitsion jozibadorligini oshirish yo'llari mavzusida bajarilgan dissertatsiya ishi himoyasining muhokamasi. Xo'p, ushbu dissertatsiyaga oid bo'lgan hujjatlar va dissertantning avtobiografik ma'lumotnomalari bilan tanishtirish uchun so'zni ilmiy kotibga beramiz. Marhamat. Tadqiqot to'g'risida qisqacha ma'lumot. Rahimboyev Sardor Qahramonovich 1985-yilda Toshkent viloyatida tug'ilgan, millati o'zbek, ma'lumoti oliy, oilali, 2 nafar farzandi bor. 2008-yilda Toshkent Axborot texnologiya universitetining iqtisodiyot yo'nalishi, 2008-2010 yillarda Toshkent Axborot texnologiya universitetining magistratura mutaxassisligining tarmoq iqtisodiyoti yo'nalishida tamomlagan. Mehnat faoliyatini 2008-yilda O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi Toshkent viloyat statistika boshqarmasi birinchi toifali mutaxassisi va yetakchi mutaxassis sifatida 2009-yilda statistika qo'mitasining birinchi toifali iqtisodchisi, Toshkent 2010-yilda Toshkent viloyat iqtisodiyot bosh boshqarmasi yetakchi mutaxassisi, 2012-yilda Toshkent Axborot texnologiya universiteti assistenti, katta o'qituvchisi, dekan muavin vazifasida bajargan. 2015-2019-yilda O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalar va kommunikatsiyalar rivojlantirish vazirligi bosh mutaxassisi. 2020-yillarda Innovatsiya texnologiya va strategiya markazi davlat umumkorxonasi bosh mutaxassisi xizmat boshlig'i. 2023-yillarda O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi boshqarma boshlig'i, 2023-yillarda maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi bo'lim boshlig'i, boshqarma boshlig'i, departament direktori vazifalarida ishlab kelgan. 2015-yildan hozirgi kunga qadar O'zbekiston Respublikasi Prezident administratsiyasi huzuridagi ta'lim sifatini ta'minlash milliy agentligi direktori o'rinbosari lavozimida ish yuritib kelmoqda. 2025-yildan Toshkent xalqaro universitetining mustaqil izlanuvchisi hisoblanadi. 2025-yildan Toshkent xalqaro universiteti mustaqil izlanuvchisi sifatida 08-007 moliya muomalasi va kredit ixtisosligi bo'yicha transformatsiya jarayonida banklarning investitsion jozibadorligini oshish yo'llari mavzusida ilmiy tadqiqot olib bormoqda. Dissertatsiya mavzusiga doir jami 10 ilmiy ish, jumladan oliy attestatsiya komissiyasi doktorlik dissertatsiyaning asosiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlarda 6 ilmiy maqola, shundan nufuzli xorijiy jurnallarda 2 ta, xalqaro va respublika ilmiy amaliy konferensiyalar 4 ta mavzu tezlar nashr qilingan. Rahimboyev Sardor Qahramonovichning doktorlik PhD dissertatsiyasi ilmiy natijalari Aksioner tijorat banki Agrobank tomonidan amaliyotga joriy etilgan. Dissertatsiya ishi Toshkent xalqaro universitetida bajarilgan. Ilmiy rahbar iqtisod fanlari doktori professor Husanov Uybek Mishonovich. Dissertatsiya bo'yicha taqrizchilar iqtisod fanlari doktori professor To'rayev, iqtisod fanlari nomzodi professor Tojiklar belgilangan. Tadqiqotchi tomonidan barcha hujjatlar taqdim etilgan. Rahmat. Dissertantning avtobiografik ma'lumotlari, shaxsiy hujjatlari bilan bog'liq kotibga yoki dissertantning o'ziga savollar bormi? Rahmat. Ma'lumotni qabul qilishni taklif qilib, ushbu taklifga qo'shimcha savol berishinglar so'rayman. Rahmat. Hop, endi dissertatsiya mavzusining dolzarbligi, maqsadi, tadqiqot jarayonida olingan ilmiy amaliy natijalar bilan tanishtirish uchun biz so'zni dissertantga beramiz. 15 daqiqagacha deylik reglament bo'yicha. Marhamat. So'z sizga. Assalomu alaykum, hurmatli qiluvchi, komissiya a'zolari, barchalaringizni yangi yil bilan tabriklayman. Ruxsat bersanglar, bugun sizlarning e'tiboringizga transformatsiya jarayonida banklarning investitsion jozibadorligini oshirish yo'llari nomli dissertatsiyani taqdimotini ko'rsatib o'tmoqchiman. Avvalo ishni dissertatsiyamizni mavzuning dolzarbligidan boshlaydigan bo'lsak, mavzuning dolzarbligi pandemiya va post-pandemiya davrida ularning natijalari asosida mana 2024-yilda global to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar soni 11% ga kamayib, bor yo'g'i 1,5 million trillionni tashkil etmoqda. Bu ikkinchi yil ketma-ket pasayishni anglatmoqda. Umuman dunyoda bo'layotgan ushbu jarayonlar o'zimizda ham shu jarayon bo'layotganligi uchun tijorat banklarining investitsion jozibadorligini oshirish davlat siyosatining ham bugungi kunda muhim element sifatida e'tirof etilmoqda. Aynan shu jihatdan bank xizmatlari ko'lamini kengaytirish, ularning tezkorligi, natijadorligini, investorlarga ishonch uyg'otib, bankka investorlar oldida investitsion jozibadorligini oshirish masalalari dissertatsiyamizning asosiy ko'rib chiqiladigan vazifalari, yo'nalishlari deb belgilangan. Asosiy maqsadimizga keladigan bo'lsak, dissertatsiyamiz oldiga tijorat banklarining investitsion jozibadorligini oshirishga qaratilgan ilmiy taklif va amaliy tavsiyalarni ishlab chiqarishdan iborat etib belgilandi. Ushbu maqsadga yetish uchun biz dissertatsiyamiz oldiga bir qancha vazifalarni belgilab olganmiz. Xususan barcha shu ilmiy ishlarda bo'ladigandek mavjud bu yo'nalishdagi barcha ilmiy adabiyotlar, ilmiy fikrlar bilan tanishib, ular asosida amaliy ahamiyatni baholash va mavjud holatni kompleks tahlil qilish orqali mavjud tendensiyalarni aniqlash. Ana shu asosda yakunda
jozibadorlikni oshirish bo'yicha ilmiy amaliy takliflar ishlab chiqishdan iborat maqsadlarni qo'yganmiz. Tadqiqotimizni obyektiga keladigan bo'lsak, tadqiqot obyekti respublikamizdagi barcha tijorat banklari, xususan chuqurlashtirilgan tahlil uchun Agrobank tanlab olingan. Tadqiqotimiz predmeti tijorat banklarini investitsion jozibadorlikni oshirish jarayonida yuzaga keladigan barcha iqtisodiy munosabatlar majmuidan iborat. Keyingi slaydimizda biz hozirgi kunda shu tijorat banklarining investitsion jozibadorligini oshirishda mavjud muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha izohlar berib chiqdik. Hozirgi kunda mana slaydda ko'rinib turibdi, eng katta muammolardan biri bu albatta NPLlar hisoblanadi, ya'ni o'sha muammoli kreditlar. Biz 4 yil davomida o'sha reytinglarni ko'rib chiqdik. Mana 2025-24-yillarga solishtirganda reytingini qarasak, mavjud rasmiy statistikada mana 35 ta bankka tahlil turibdi qo'limda. Shundan faqat 10 ta bankgina muammoli kreditlarni ulushini pasaytirishga erishgan. Qolgan barcha banklarda o'zgarmagan, 21 ta bankda esa muammoli kreditlar ulushi oshib boryapti. Bu albatta o'sha mavjud muammoni jiddiyligini va bunga e'tibor qaratish kerakligi yuzasidan xulosa chiqarishga yordam beradi. Undan tashqari mana bundan oldingi mavzuda ham gapirilgan qimmatli qog'ozlarning yetishmasligi yoki rivojlanmaganligi, raqamli texnologiyalarni hali biz xohlagan darajaga chiqmaganligi, sekin rivojlanayotganligi yoki resurslar va kapital yetishmovchiligi albatta va bozor sharoiti, umuman makroiqtisodiy holat ham shu yuzaga keladi. Endi bevosita ilmiy tadqiqotimiz natijasida olingan birinchi ilmiy yangiligimizga keladigan bo'lsak, biz tadqiqot natijasidan kelib chiqib, banklar shu moliyaviy investitsiyalarni jalb qilish samaradorligini oshirish maqsadida sof foyda hajmini differensial toifadaga ajratgan holda, bunda ro'yiga qarab 10% gacha bo'lganda qoniqarli, 20% oralig'ida yaxshi va 20% bo'lganda a'lo toifalarga ajratgan holda aynan shu a'lo toifadagi banklarda dividend siyosatini optimallashtirish yo'li bilan bank jozibadorligini oshirish taklifi asoslandi. Ushbu taklifimiz joriy yilda Agrobank tomonidan taqdim etilgan ma'lumotnomaga ko'ra uning faoliyatiga joriy etilganda 25-yil aynan 30-may holatiga undan aynan shu davrga o'tgan yilga solishtirganda qo'shimcha kapital manbasi summani 10% ga 12% ga oshishini ta'minlanganligi ko'rsatib o'tilgan. Keyingi slaydimizda biz aktivlar rentabligi darajasini taxminini ko'rib chiqdik. E'tiboringizga ko'rishingiz mumkin. Eng yirik 10 ta turli banklarda so'nggi 5 yillikdagi aktivlar rentabligi tahlilini ko'rib chiqdik. Ko'rib o'tishingiz mumkin. Bu yerda Transbankni faqatgina o'sha biz 2020-yildan 25-yilga solishtirganda ijobiy o'rishga erishganligi va uni natijalari yaxshilab borayotganligi yoki aloqa bankda o'sha 2020-yildagi 273% dan rentabellik 24-yilda 307%ga kam miqdorda bo'lsa-da, ya'ni 106% ga oshgan bo'lsa-da, bank faoliyatining ijobiy o'zgarishidan dalolat berishini ko'rib turishimiz mumkin, lekin aksariyat banklarda misol uchun mana Asaka Bank oladigan bo'lsak, 0.8% dan 0.26% ga erib, ya'ni kamayishni o'zi 0.22 punktni tashkil qilmoqda. Rentabellik pasayishi Sanoat qurilish bank, Asaka Bank, Biznesni rivojlantirish banki va boshqa ayrim banklar uchun jiddiy signal bo'lib, bank ichki moliyaviy boshqaruv tizimining samaradorligini qayta ko'rib chiqishni talab etadi deb hisoblaymiz. Endi aktivlar rentabelligi qanday hisoblandi desak, biz mavjud ma'lumotlar asosida keyingi slaydimizda ROI hisoblash formulasini keltirdik. Hammamizga ma'lum, ROI o'sha sof foydani o'z kapitaliga nisbati sifatida olinadi. Va misol tariqasida Agrobank bo'yicha faraz keltirdik. Misol uchun 24-yilda quyidagi ko'rsatkichli bo'lsa, agar sof foydasi uni 580 milliard va o'z kapitali 4.6 trillion tasavvur qiladigan bo'lsak, ROI 1261 chiqadi. Ya'ni bu natijaga ko'ra biz taklif etayotgan mana ikkinchi jadvalimizda taklif etyapmiz darajalarni qanday holatda qaysi toifaga ajratilishi va bu holatda qanday dividend siyosatini amalga oshirish bo'yicha takliflarimiz. Agrobank bu holatda o'sha yaxshi toifaga kiradi va shu mezonlar asosida Agrobank dividend siyosatini har yili ROI natijalariga qarab moslashtirib borishi mumkin bo'ladi.
Quyida esa ikkita o'sha ssenariy tahlili dividendni birinchi qismda 50% ajratganda qanday bo'ladi va 30% ajratishga nimalarga olib keladi. Shu modelimiz orqali Agrobankda investorlarga dividend shaklidagi barqaror daromad olish imkonini beradi, bank kapitali yetarli darajada saqlanadi va rivojlanish loyihalarini moliyalashtirish uchun resurslar ajratilish imkoniyatini beradi. Endi bank jozibadorligini oshirish imkoniyatlarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, afsuski o'sha yuqoridagi jadvaldan ko'rib chiqdik. ROI darajasi 24-yil holatiga olganda Agrobankda past darajada qolmoqda va bunda o'sha taklif bo'layotgan dividend to'lovlarini minimal darajada saqlash yoki to'xtatish bo'ladi. Sababi bu holat o'sha bank jozibadorlik darajasi past holatda qolyapti va u 80-90% sof foydani investitsiya qilishga to'g'ri bo'ladi. Yana bu yerda o'sha boyagi jadvaldan ham ko'rgan edik, Transbankni ROI'si 27.61 va bu yuqori darajada bank jozibadorligini baholash mumkin va sof foydani 50-60%ni dividend hatto shaklida berishi mumkin bo'ladi. Ikkinchi ilmiy yangiligimizga keladigan bo'lsak, keyingi slaydimizda ko'rsatib o'tdik. Bu haqda bank investitsiya faoliyatini diversifikatsiyalash, risklarni kamaytirish hamda aktiva portfelni uzoq muddatli rentabilitetini ta'minlash tijorat banklari aktiva tarkibida investitsiyalar yillik ulushini aynan o'rtacha darajada barqaror ushlab turish taklifi asoslandi va uni bankning yalpi aktivlar o'sish surati bilan mutanosib shaklda boshqarish asoslab berildi. Ushbu taklifimiz ham Agrobank tomonidan amaliyotga joriy etilishi natijasida 2025-yil 30-yil holatiga 2024-yil ayni davriga nisbatan 16.8% oshishiga erishilganligini ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Biz keyingi slaydimizda mamlakat investitsiya jozibadorligi oshishi tijorat banklarining investitsiya holatini tahlil qildik. Bu ham o'sha mavjud rasmiy statistika doirasida respublikamizdagi mavjud banklarning 26 tasini so'nggi 5 yildagi investitsiya faoliyatini ko'rsatish mumkin. Bir qaraganda juda ham yaxshi holat bo'ladi. Endi haqiqatdan ham yaxshi, chunki 19 barobar oshish kuzatilmoqda oxirgi 5 yilda investitsiyalar hajmida bozorda, banklarda. Lekin hali ham yetarli emasligi, bu o'sha resurslarga nisbatan biz taklif etayotgan investitsiya faoliyatida darajasida emasligini o'sha keyingi hisob kitoblarimizdan ko'rib chiqamiz. Hozirgi kunda mana 2025-yil 1-yarmar holatiga rasmiy ma'lumotlar bo'yicha 57 trilliondan oshdi banklarning umumiy investitsiyalar paketi. Biz keyingi slaydimizda o'sha ma'lumotlar bilan boshlangan hisob kitoblarni ko'rsatdik va yalpi aktivlarni taxminiy hisoblash investitsiyalarni 12% biz o'sha amalga oshirgan sensitivity analiz doirasida bir nuqtani 12% qilib oldik, yana optimal nuqtani 11-13 doirasida chiqdi. Umuman o'rta nuqta shu 12% bo'lgani uchun 12% deb taklif etganmiz va yalpi aktiv banklarning yalpi aktivini o'sish suratini ko'radigan bo'lsak, oxirgi yilda 23% ga o'sganligini ko'rishimiz mumkin va yalpi aktivlar bir tekis miqdorda ko'payib bormoqda. Investitsiyalarni oladigan bo'lsak, 21-yilda birdan katta ko'tarilish bo'lgan va undan keyin sekinlashgan va o'ta darajada bir tekis emas. Turli darajada bir yilda oshib, bir yilda kamayish kuzatilmoqda. Lekin shunga qaramay, o'sha 20-yilga solishtirganda 25-yilga ko'ra 58% darajaga oshganligini ko'rish mumkin. Misol o'sish surati lekin ko'rib turibmiz, bu yerda barqaror emas. Investitsiyalar o'rtacha yillik surati 58% ga oshgan. Bu aktivlarning o'sish suratidan yuqori bo'lsa ham hali yetarli emas deb hisoblaymiz. Endi investitsiyalar ulushi 12% darajada saqlash uchun kutilgan investitsiyalar aslida qanday bo'lishi kerakligi haqida biz keyingi jadvalimizda o'sha hisob kitobni berdik. Ko'rib turish mumkin. Mana hozir mavjud aktivlar 12% investitsiyalar qancha bo'ladi va amaldagi investitsiyalardan farqi. Jadvalda ko'rinib turibdiki, 12% usulda saqlash uchun har yili yana milliardlab so'm qo'shimcha investitsiya kiritish kerak bo'ladi. Xususan 25-yil o'zida yana salkam 90 milliard qo'shimcha investitsiya kiritilganligini ko'rishimiz mumkin. Yani taklif etilayotgan 12% ga nisbatan. Investitsiyalar ulushi 12% dan ancha past, amalda 0.5% gacha hozirgi holatda va investitsiyalar ulush surati barqaror emas.
turli yilda turlicha ko'rsatilmoqda. Gap aktivlarga nisbatan ham kam. Shu sababli 12% darajasida saqlash uchun biz investitsiyalar hajmini sezilarli darajada oshirish kerak deb taklif bermoqdamiz. Bank investitsiyalar portfelini kengaytirishga, yirik moliyaviy instrumentlarga yoki investitsiya yo'nalishlariga ko'proq e'tibor qaratish kerak bo'ladi. Va 3,5 keladigan bo'lsak, bu yerda biz aynan likvidlik investitsiyalar hajmini kengaytirish, investitsiya portfelini optimallashtirishda qimmatli qog'ozlarni likvidlik mezoniga ko'ra past, o'rta va yuqori portfelga ajratgan holda yondashish taklifi ishlab chiqilib asoslandi. Ushbu taklifimiz ham Agrobank faoliyatiga joriy etilish natijasida 2024-yilda 1,5 yillikda jami investitsiya farqi 59,5% tashkil etgan bo'lsa, 2025-yilda 1,5 yilga kelib ushbu ko'rsatkich 78,1% ga yetish imkoniyatini bergan. Buning uchun likvidlik muhimligi haqida biz to'xtalib o'tdik bu yerda, ya'ni likvid bo'ladigan bo'lsa, bu pullarni tez va yo'qotishsiz pullashtirish imkoniyatini berishi albatta muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Tijorat banklari uchun nima uchun muhim deganda bir qancha yo'nalishlar ko'rsatildi. Ya'ni kapital aylanishini tezlashtirish mumkin yoki likvidlik ko'rsatkichlarini saqlash regulator talab asosida imkon beradi bu. Va ko'rib turibsizlar, bu yerda o'sha qaysi darajada nima ishlarni amalga oshirish mumkinligi keltirilgan va bank investitsiya likvidlik holati bo'yicha jadvalimizda amalda barchasi pastligini ko'rib turibmiz. O'zbekiston yoshlar tijorat faoliyati so'nggi yillarda hajmi jihatdan oshgan bo'lsa-da, lekin afsuski keyingi yillarda likvidlik hali ham past darajada qolmoqda. Va so'nggisi 4-yillik yangiligimizga to'xtaladigan bo'lsak, biz barcha o'sha o'tkazilgan tahlillar, olingan jadvallar, mavjud ma'lumotlar asosida ekonometrik tahlil o'tkazildi va qimmatli qog'ozlar rivojlanish dinamikasini hisobga olgan holda bank aktivlar tarkibida qimmatli qog'ozlar ulushini 2030-yilgacha bo'lgan prognoz ssenariylar taklif qilindi va ishlab chiqildi. Bu modelimizni keyingi o'sha slaydimizda ko'rishingiz mumkin. Eng asosiy ko'rsatkichlar sifatida biz 6 ta omilni oldik. Bu yerda o'sha tijorat banklarining jami aktivlari soni, ya'ni bank resurs salohiyatini baholash uchun va ko'p turibsizlar mana slaydda bir qancha boshqa xatlarni ham oldik. Ushbu hisob-kitob natijasida chiqqan natijalar bo'yicha keyingi slaydimizda ma'lumot berildi. 30-yilgacha bozor hajmini 115 trillionga yetishini va bunda banklarning tutilishi 80 milliarddan biroz tushishi prognoz qilinmoqda. Banklar qimmatli qog'ozlar bozorida ishtiroki yuqori bo'lib qoladi, lekin o'sha boshqa institutlar, masalan, investitsiya fondlari, xususiy investorlarning ulushi ortib borayotgani sababli nisbiy ulush pasayishi kuzatilishi mumkin. Yana xulosa olishimiz mumkinki, investitsion portfel hajmi barqaror oshib boradi va banklarning ishtiroki davomiyligini ko'rsatadi. Endi umumiy xulosalarimizga keladigan bo'lsak, manimcha xulosalar qilinayotganda ham taqdirlangan. Hurmatli kengashlar bo'ladi, demak, sizdan o'z ma'lumotni yaqinlari marhamat savol berib bo'ladi. Unda ham savol bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli rais. Assalomu alaykum aziz ustozlar. Sardor Qahramonovich. Menda 3 ta savolim bor edi. Birinchi aniqlashtiruvchi savol. Taqdimotingizda likvidlik mezonlari bo'yicha tasvirlash keltirib o'tgandingiz. Shu yerda siz jami investitsiyalar to'g'risida gapirgansiz, nihoyatda keltirib o'tgansiz. Jami investitsiya deganda nimani nazarda tutgansiz? Shuni aytaymi? Shunda tushuntirsangiz. Birinchi savol. Tushunarli. Bu yerda mana biz jami investitsiyalar deganda bu yerda barcha banklarning aynan shu toifadagi respublikamizda bu investitsiyalarning miqdori nazarda tutilmoqda. Ya'ni bir bankning emas, barcha banklarning, ya'ni bozor hajmi yuqoriga o'tganimizdek 57 trillion tashkil qilmoqda. Bu yerda bir bankning, xususan bizning misolimizda Agrobankning jami bozordagi ulushi qanchaligi baholanmoqda. Rahmat. Ikkinchi savolimda bo'lib, aktor operativni 22-betini ochsangiz.
oltinchi jadval keltirgansiz. Agrobank aksiya tijorat banki moliyaviy ko'rsatkichlarni pastki darajasiga qarab investitsion jozibadorlikni baholash deb nomlangan oltinchi jadval keltirgansiz. Ochdingizmi? Tushunarli. Bunda agar e'tibor bersangiz, aktivlarimiz bilan foyda o'rtasidagi nomuvofiqlik holat ko'ramiz. Aktivlarimiz ortib boryapti, foydamiz kamayib boryapti. Shunga izoh bersangiz. Rahmat savolingiz uchun. Bu holat o'zimizga qiziq bo'ldi. Yaxshi xulosalar olishga yordam berdi. Bu holat aynan ya'ni Agrobankni nega boshqa ko'rsatkichlar, xususan aktivlari, mana shu jadvalga keltirilgan kreditlari, kapitallar, depozitlar, investitsiyalar oshib bormoqda-ku, lekin uni sof foydasi kamayib bormoqda degan savolga buni birinchidan yuqorida taqdimotimda aytib o'tdim. NPLlar sabab. Bir nechta sabab keltirishimiz mumkin. Birinchisi shuni keltirishimiz mumkin. Ya'ni asosiy qismi aktivlarning o'sish qismi kreditlar hisobiga bo'lgan. Lekin kredit portfelining kengayishi bo'lgan bilan buni asosiy sababi mana muammoli kreditlarning ulushi ham oshib borgan. Afsuski Agrobankda mana 40% dan ortiqda NPLlarning ulushi oshishi kuzatilgan. Bu degani ya'ni banki tomonidan zaxira ajratmalarini ko'paytirishga olib kelgan va bu bevosita sof foydaga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilgan. Ikkinchidan endi bu Agrobank o'sha 5992 farmon bilan ham bog'liq desak bo'ladi. Buning sababi aynan shu farmonda va bunisi esa Agrobank alohida statusdagi bankligi bankning ijtimoiy sohada siyosatini amalga oshirishi. Buni ham o'sha chekka joylardagi bank xizmatlarini, ya'ni uning tarmog'i respublikadagi eng keng bo'lganligi uchun shu sohada faoliyat yuritishi belgilangan va bu orqali uni aynan uchinchi sabab keltirib chiqqan operatsion xarajatlarni oshishiga olib keladi. Ya'ni uni tutib turish, filiallarning xarajatlari bu sof foydaga bevosita ta'sir qilgan. Yana o'sha to'rtinchisi bu aktivlarning o'sishi riskga asoslangan boshqaruv bilan to'liq uyg'unlashmaganligi, ya'ni aktivlar miqdoriy jihatdan ko'paygan, ammo lekin o'sha risk return balansi yetarli bo'lmaganligi uchun va yana boshqa omillar ham, lekin asosan shu to'rtta sabab tufayli Agrobankning sof foydasi pasaydi. Biz eng yaxshi xulosa oldik bundan, ya'ni qanday shuni ko'rsatdiki, ya'ni aktivlar hajmining o'sishi yoki boshqa ko'rsatkichlar o'sishi to'g'ridan-to'g'ri bankni jozibador qilib qo'yamiz ekan. Bu o'sha albatta aktivlar sifat tarkibi, rentabilitet darajasiga e'tibor berish kerakligini bizga shunday xulosani berdi. Rahmat. Uchinchi savolim bor edi. Referatingizning 29-betida 5-rasm keltirgansiz. Bunda muomala qimmatli qog'ozlarga investitsiya rivojlanmaganlik holatlarini keltirib o'tgansizda 5-rasmingizda. Aytingchi, qimmatli qog'oz bozorida agar past rivojlangan bo'lsa, bu siz investitsiya jozibadorligini o'lchash mumkinmi? Buni qanday o'lchagansiz? To'ppa-to'g'ri. Juda ham o'rinli savol, rahmat savolingiz uchun. Hayotdan ham o'sha 5-rasmda biz bir qancha shu muammolarni ko'rsatganmiz va buning bittasi bozor sharoiti, ya'ni o'sha qog'ozlarni hali yetarlicha rivojlanmaganligi, qimmatli qog'ozlar bozorini men bir joyda shu haqda gaplashgan bittasi aytdiki, biz 30 yildan beri birjada faoliyat ko'rsatamiz. Nega unaqa deyapsan? Albatta 30 yildan beri birjamiz bor, lekin yetarli darajada rivojlanmagan, bunga shak shubha yo'q. Men unga aytdim, o'sha Theodor Dreiser haligi finansistni o'qiganmiz ham 19-asrda qanday moliyaviy fikr odamlar qanday aksiyalarni fond bozoriga kirib ketgan-ku, bizda kimda shu holat ko'rib, sanda o'zingda nechta aksiya bor, qaysi kompaniyaning aksiyalari degan obratni savol bilan murojaat qildimda. Ya'ni bizda bozor rasman bor, lekin yetarli darajada rivojlanmagan. Shuning uchun ham biz dissertatsiyaviy investitsiya jozibadorligini bozor narxlari orqali emas, balki o'sha bankning ichki moliyaviy barqarorlik va samaradorlikni ifodalovchi ko'rsatkichlar bilan, ya'ni o'sha kapital rentabelligi, ROE, shu likvidlik darajasi, aktivlar sifati, kapital yetarligi, investitsiya ulushi va dividend siyosati asosiy baholash mezonlari sifatida olib baholaganmiz. Qimmatli qog'ozlar past darajada rivojlanganligi bu investitsion jozibadorlikni baholashga to'sqinlik qilmaydi, balki biz uni o'sha baholash metodologiyasini bozor indikatorlarini moliyaviy ko'rsatkichlariga yo'naltiramiz. Bu ham osmondan olinmagan, shu rivojlanayotgan davlatlarda hammasida aynan
shunday yo'ldan boriladi. Rivojlangan mamlakatlarda o'sha kapital bozori yaxshi rivojlangan mamlakatlarda siz aytganingizdek o'sha bozor qiymatiga aksiyalarni, dividendlarni qiymatiga qaraydi. Biz kabi endi rivojlanayotgan bozorlarga bu narsa albatta bu metodimiz bozor rivojlanishi bilan biroz o'zgaradi. Ya'ni bozor ertaga rivojlangan bo'lsa, kecha yig'ilishda kim qatnashgan bo'lsa, balki shu ko'rdinglar, prezidentimiz aynan kapital bozori to'g'risidagi qonunni deputatlarga zakaz berdi. Men o'sha yerda o'tirib juda ham xursand bo'ldim. Ikkita jihatdan. Birinchisi, biz aynan o'sha olib borayotgan tadqiqotimizda kelgan xulosalar davlat rahbari tomonidan shu kerakligiga oldi. Ya'ni biz to'g'ri xulosaga kelganligimizni angladim. Ikkinchisi esa ikkinchi xursand qilgan tomoni, biz davlatimiz aynan bozor qonunlari va ilmga asoslangan holda ertaga shu bozor iqtisodiyotini rivojlantirishga bo'lgan harakat qilayotgani albatta Rahmat. Qonun rahmat. Marhamat, yana kimda qanday savollar bor? Siz qo'llaringizni o'tirib bersangiz, hozirlik shartda tartibda. Hurmatli qarshi, sizning hafta referatimiz 22-chi yillarda ekonomik tadqiqot o'tkazilgan ekansiz. Shu tadqiqotda ekonomik tadqiqotda qanday usul va bosqichlardan foydalanganligi. Yana bir qiziqtirgan savollardan biri, bu yerda model asosida 2030-yilgacha prognoz qilgan ekansiz. Shu prognozning amalga oshishiga, ro'yobga chiqishiga qanday kafolat bor, qanchalik bu yerga keltirilgan ma'lumotlar barqaror, 2030 yo'q, bo'lsa yashash kerak. Rahmat. To'g'ri aytdingiz. Biz o'sha dissertatsiya avtoreferatimizda mana 24-27-betlarda keltirgan tahlilimiz dissertatsiyamizni to'liq 2-3 bobini keltirilgan qismlari bu biz butun boshli o'sha tizimli va bosqichma-bosqich metodologiya asosida tahlil qilib chiqdikmi, ruxsat bersangiz 3 ta bosqichda qanday ishlar amalga oshirilgani biroz keyin. Demak, birinchisi tafsiliy statistika amalga oshirildi birinchi bosqichda. Biz o'sha o'rtachasi, medianasi, maksimum minimumlarini baholash orqali uni tarqalish diapazon ko'rdi, standart og'ishlarini Jakderi testlaridan o'tkazildi va bu bosqichda regressiya taxminini qo'llash mumkinligi asoslanishga xizmat qildi. Keyin biz ikkinchi omilni omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ifodalash maqsadida juft va xususiy korrelyatsiyani koeffitsiyentlarini hisobladik. Korrelyatsiya matritsasi orqali tekshirilganda uni o'sha birato'la multikorrelarligi ko'rindi, ya'ni qanchalik bog'liqligi borligi jihatdan tasavvur va metodologik jihatdan asosli ekanligini ko'rsatdi. Uchinchi bosqich o'zi aslida eng qiyin bo'lishi kerakligi bo'lganligi, ya'ni biz universitetda o'qigan paytda davomimiz qalandar bo'lib har narsani Excel'ga solib qanday hisoblashini ko'rsatadilar. Hozir xudoga shukr Elius bor, damliklarni tutganimizda o'zi juda ham bir chiroyli, yaxshi tahlillarni chiqarib berdi. Model sifatini baholash uchun determinant koeffitsiyenti statistikadan va uni alohida omillarini baholash uchun statistika p-valyulardan foydalandik. Qoldiqlar bo'yicha normal taqsimot barqarorlik va korrelyatsiya diagnostika testlari o'tkazildi. Endi ikkinchi savolingizga keladigan bo'lsak, 2030-yilgacha albatta ilmiy nuqtai nazardan qaraganda hech qanday model 2030-yilgacha o'zgarishsiz bir barqaror 100% aniqlikda chiqadi deb aytib bo'lmaydi. Lekin bu modellar ilmiy ahamiyatini albatta kamaytirmaydi. Sababi dissertatsiyada qo'llangan model barqarorligi ikki jihatdan tasdiqlangan. Bu birinchisi o'sha struktura ahamiyatga ega bo'lgan bank o'zlari uchun olinganligi, yuqoridan aytib o'tdim, bular o'sha bank aktivlari, kreditlari, investitsiya hajmi va foiz xarajatlari bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi bozor sharoiti o'zgargan taqdirda model parametrlar qayta baholanishi mumkin, lekin strukturaviy tenglama o'zgarmaydi albatta. Ya'ni bir aniq sanani ko'rsatuvchi kafolatlovchi hisob-kitob emas, balki ssenariy desak bo'ladi. Rahmat. Xo'p. Marhamat, yana kimda qanday savollar tug'ildi? Marhamat, professor Mamadiyarov. Rahmat. Shu menda 3 ta savol bor. Aytsangiz, birinchisi, hozirgi kunda banklarning raqamlashtirish jarayonlari juda normal sizning ta'kidlashingizni mazkur holat o'rganilgan bo'lsa, qanday munosabat shakllantiramiz? Dissertatsiya mavzusida
inson ishga juda ko'p narsa transformatsiya jarayonlari, transformatsiya so'ziga to'xtalasiz. Mazkur transformatsiya so'zini aslida deysiz. Keyingi ishingizda nega agregatni tanlagansiz? Ya'ni ular ko'p tahlillari jarayonida agregat ma'lumotlari buni boshqa banklardan farq qiladigan jihati nimada? Boshqa banklar bilan solishtirib tahlil qilgan bo'lsangiz, o'ziga xosligi nimada tanlagan mavzu bo'yicha? Tushunadi. Rahmat kattakon. Demak, birinchi savolingizga keladigan bo'lsak, fintech texnologiya haqida haqiqatdan juda ham dolzarb. Bugun mana raisimiz ham bu haqda alohida ta'kidlab o'tdilar va bugungi birinchi himoya ham aynan shu fintech texnologiya haqida bo'lgandi. Biz ham fintech texnologiyalar masalasini dissertatsiya ko'rib chiqilgan, lekin biz uni madinamizga bevosita emas, balki bilvosita omil sifatida kiritganmiz. Buni sabab ko'ra birinchisi aytishimiz mumkinki, dissertatsiya maqsadi iqtisodiy natijalar moliyaviy ko'rsatkichlar orqali baholash bo'lganligi uchun uni biz bilvosita kiritdik. Ikkinchi asosiy sabablardan bittasi biz tahlil qilgan davrdagi barcha olgan sonlar kabi tizimlashgan, strukturalashgan statistik ma'lumotlar ochiq e'lon qilinmaydi. Hozirgacha o'sha fintech bo'yicha asosan. Shu sabab bilan biz uni asosiy omil sifatida emas, balki bilvosita sifatida ko'rib chiqqanmiz. Endi ikkinchi savolingizga keladigan bo'lsak, transformatsiya haqiqatdan ham o'sha ilmiy adabiyotlarda turlicha ta'riflangan bu o'sha tashkilotni barqaror ahvolga erishishi, o'zgaruvchan bozor sharoitiga moslashishi sifatida bir ko'rsatiladigan uni bir necha yo'nalishda tashkiliy, texnologik, moliyaviy boshqaruv mexanizmlarini qayta qurish jarayoni hisoblanishi sifatida ta'riflanadi. Biz dissertatsiya doirasida o'sha transformatsiyani oddiy bir o'zgarish sifatida emas, balki bankni investitsion jo'zg'aga olishga qaratilgan tizimli investitsiyalar va texnologik qayta qurish sifatida ko'rib chiqqanmiz. Bir necha asosiy yo'nalishlar bor. Shu yuqorida aytib o'tgan 1992-farmonda ham davlat ulushiga ega bo'lgan banklarni transformatsiyasi asosiy yo'nalishlari keltirilgan. O'shalardan kelib chiqqan holda korporativ boshqarma takomillashtirish va bank xizmatlari raqamlashtirish yo'nalishlari bo'ladigan bo'lsa, ikkita ko'rgan yo'nalishimiz. Uchinchisi aynan disklarni boshqarish tizimini kuchaytirish. Bu bevosita bazel uch talablaridan kelib chiqib oldik buni. Va umumiy o'zimizning tadqiqotimiz natijalariga ko'ra kapital strukturasi va dividend siyosatini optimallashtirish orqali ko'rib chiqdik. Uchinchi savolimiz endi nega Agrobank deydigan bo'lsak, juda ham dolzarb, qiziqarli savol. Biz Agrobankni tanlashimiz bejiz emas. Bu o'sha bevosita dissertatsiyamizning maqsadi va metodologiyasi bilan bog'liq. Uchta asosiy sabab. Birinchidan Agrobankni tizimli ahamiyatga ega yirik bank hisoblanadi. Buni yuqorida o'tib o'tdim. O'sha davlatni bevosita ijtimoiy siyosatini amalga oshiruvchi banklardan biri bu investitsiya jozibadorlik dinamikasi odatda butun sektor uchun xos tendensiyalarni yaratadi. Birinchi sababi shu. Ikkinchisi, aynan Agrobankda 20-25-yillar davomida faol transformatsiya darajasi amalga oshirildi. Bunda Agrobank tomonidan o'sha raqamli xizmatlarni joriy etilishi yoki o'zining hisobotlarini xalqaro standartlarga moslashtirishi, kapital bazasini mustahkamlashga qaratilgan ishlar amalga oshirildi. Bu biz tahlillarimiz uchun qulay tadqiqot obyektini bo'lishiga xizmat qildi. Uchinchisi esa last but not least yuqorida aytib o'tganimizdek barcha o'sha xulosalarimiz Agrobank tomonidan amaliyotga joriy qilingan. Bu albatta o'sha ishni amaliy ilmiy ahamiyatini oshiradi. Shu sababli ham Agrobank. Bo'ldi. Yana kimda savollar bor? Marhamat, Ishmat Madinada. Assalomu alaykum. Rasm bo'lish hazrati qahramonimiz. Mana bugungi taqdimotingiz shu taqdimot doirasida va aktivitalaringizdan sizga savol. Xulosa qismida keltirib o'tgansizki, kapital yetarliligi va likvidlik darajasini oshirish orqali investitsion jozibadorlikni mustahkamlash muhim zaruriyatga aylangan deb keltirgansizda o'z fikringizda. Aynan investitsion jozibadorlikni oshirishda kapital yetarliligining roli qay daraja? Va ikkinchi savol, 4-chi rasmda keltirilgan 20-betda tarafda bunda Agrobank aktivlar tijorat bankining asosiy moliyaviy ko'rsatkichlari orqali
son jozibadorligini tahlil o'tkazib, aynan moliyaviy ko'rsatkichlar ichida eng katta ta'sir kuchga ega bo'lgani qaysi biri ekanligini bir bor Rahmat savolingiz uchun. Endi birinchi savolingizga keladigan bo'lsak, kapital yetarliligi haqida. Kapital yetarliligi bizning taksamiz xulosasiga ko'ra asosiy va tizimli omillardan biri hisoblanadi albatta. Sababi birinchidan kapital yetarliligi bankning moliyaviy barqarorligini va uni o'sha turli shoklarga chidamliligi bilan izohlanadi. Ikkinchi sababga keladigan bo'lsak, kapital yetarliligi bankning investitsiya va kredit faoliyatini kengaytirish imkoniyatini beradi. Bu orqali ya'ni bank kapital cheklangan bo'ladigan bo'lsa, agar har qanday loyiha yuqori darajada foydali bo'ladigan bo'lsa ham bankka kirish imkoniyatlari unga cheklangan bo'ladi. Uchinchi sabab, buni ham o'sha bir boyagi savolga javob berishda o'tib, Bazel 3 talablariga muvofiq ravishda kapital yetarliligi yuqori darajada saqlash talablari belgilangan va xalqaro bozordagi ishonchni oshiradi bu orqali. Kapital yetarli bo'ladigan bo'lsa, albatta investorlar, firmalar bu yerga o'sha kirib kelishdan o'zini cheklanmaydi. Men savol bo'lishi mumkin, yuqori kapital ro'yini pasaytirib yubormaydimi deb. Qisqa muddatda bo'lishi mumkin, lekin uzoq muddatda barqaror rivojlanish ortishi orqasida albatta investitsion jozibadorlik oshib boradi. Ikkinchi savolga keladigan bo'lsak, mana siz 4-rasm savol berdingiz. Albatta bu yerda shu hisobdan ko'rish mumkin, lekin men taklif qilardim 26-betdagi 10-jadvalga qarashimizni. 26-betdagi 10-jadvalda bevosita o'sha bizni natijaga ko'rsatkichimiz Y bilan bog'liqlik keltirilgan olgan koefitsiyentimiz ko'rib turibmizki, bu yerda eng yuqorisi x4. 98, 68, 96 bog'liqlik yuqori darajada bog'liq bo'lib turibdi va bu bizda ro'yi. Ya'ni ro'yi eng yuqori darajadagi o'sha kapital rentabelligi ta'sir ko'rsatuvchi omil sifatida baholanadi. Undan keyingi o'rinlarda ko'rishimiz mumkin foizli xarajatlarni yoki xususiy korrelyatsiya koeffitsiyenti bilan 97-67 mana bog'lanyapti va x6 ham mana umumiy daromadlar. Qolgan omillar biroz kamroq baholanyapti. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, kapital samaradorligi, ya'ni ro'yi hal qiluvchi ahamiyatga ega deb baholashga bo'ladi. Marhamat, qanday savol tug'ildi? Marhamat, professor bo'ldi. Savol bo'ldi. Savolim ba'zilardan haqlarimiz. Aytingchi, aqllarni o'rgangan bo'lsangiz, mamlakatimizda investitsiya muhiti, xorijiy investitsiyalar, ishlar umumiy iqtisodiyot dinamikasi va banklarning jozibadorligi o'rtasida qanday bog'liqlik mavjud? Agar salbiy bo'lsa, uni ijobiy tomonga olishga qanday takliflar bera olasiz? Birinchi savolim. Ikkinchi savolim, necha yil yangiligimiz bilan bog'liq. Siz tijorat banklari moliyaviy institutlarida sanoatlarga ochishda sohada hajmini qoniqarli, yaxshi va a'lo mas'ul banklar nuqtai nazardan ajratib o'rganasiz va aynan toifasiga mas'ul banklarda dividend siyosatiga alohida e'tibor beryapsiz. Nega boshqa toifalarimiz bu e'tiborsizlikdan chetda qolgan? Endi birinchi savolingizga keladigan bo'lsak, savolingizda ko'rsatilgan omillar investitsiya muhiti, xorijiy investitsiyalar va iqtisodiyot dinamikasi, banklar jozibadorligi haqida savol bo'ldi. Bu albatta o'zaro bog'liq, kompleks va ikki tomonlama sabab-oqibat natijasi bilan bog'langan barchasi. Aynan shuni haqida ham kecha o'sha prezidentimizning ma'ruzalarida ham aytib o'tildi. Mamlakatda umuman iqtisodiy sharoiti, uni qonunchiligini mustahkamligi, soliq siyosati investorlarga bevosita shu jozibadorlikni uyg'otadigan hisoblanadi. Ikkinchidan, xorijiy investitsiyalar kirib kelishi esa bank resurslarini kengaytiradi va likvidlikni oshiradi. Ya'ni buni xuddi kimyodagi pozitiv feedback loop deymiz. Ya'ni bir-biriga o'zaro ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Birini bo'lishi ikkinchisini yaxshilaydi. Investitsiya kirib kelsa banklarimiz mustahkam bo'ladi. Banklarning investitsion mustahkamligi investitsion jozibadorligini oshiradi. Va uchinchidan, iqtisodiyot o'sish dinamikasi albatta bank jozibadorligining asosiy tarafdori hisoblanadi. Yalpi ichki mahsulot o'sadigan bo'lsa, xususiy sektor faol bo'ladigan bo'lsa,
yoki yana shu daromad bazasini oshiradigan bo'lsa, investitsiya albatta jozibadorligini oshiradi. Ikkinchi savolimiz a'lo toifali edi. Aynan nega a'lo toifa deganda sababi shu a'lo toifadagi banklarda shu muammo vujudga keladi, ya'ni dividendlarni qanday taqsimlash bilan bog'liq. Qanday bilan yaxshi toifadagilarda ular avvalo kapital yetarliligining ta'minlash va boshqa muammolar bo'ladigan bo'lsa, a'lo toifadagi banklar dividend siyosatini optimallashtirish taklifi berilgan. Sababi agar dividend o'ta darajada yuqori bo'ladigan bo'lsa, bu uni o'sha foydasini kamaytirishga ko'rsatkichlarini pasayishga olib keladi yoki past bo'ladigan bo'lsa, bu investorlar oldida jozibadorligini tushirib qo'yadi. Aynan shuning uchun ham bu 20% dan yuqori bo'lgan banklarda optimallashtirish jadvallarida ham ko'rib o'tirdik, ko'rsatib o'tdim. Ya'ni 50-60% gacha bo'lgan miqdorda dividend siyosatini amalga oshirish mumkinligi bilan izohlanadi. Yana savollar bormi? Yetarli. Hop, bo'lmasa yetarli deganini taklifga tushib, dissertantdan o'z joylarini egallab qo'yamiz. Dissertatsiyaning rahbari yozmoq o'rtasida mavjud. U kishi ham bevosita zimdan hop, u kishi yozma xulosalarini berganlar, finishga taqdim qilganlar. Buning ilmiy rahbari xulosasi bilan biz cheklansak bo'ladi. Endi mazkur dissertatsiya ishiga yetakchi tashkilotning rasmiy taqizi va prezidentga kelgan takliflar bilan tanishtirish uchun so'zni biz ilmiy kotibga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli a'zolar, ruxsat bersalar, dissertatsiya ishiga yetakchi tashkilot va taqizi, Abtayetovga kelib tushgan taqizlarda ko'rsatilgan kamchiliklar bo'lsa tanishtirsak. Toshkent xalqaro universiteti mustaqil tadqiqotchisi Rayonbay Sardor Qahramonovich 807 moliya pul masalasi sohasida bo'yicha sotuvni bo'yicha vaziyat doktor PhD ilmiy darajasini olish transformatsiya jarayonida banklarning investitsion jozibadorligini oshirish yo'llari mavzusida dissertatsiya ishi yetakchi tashkilot sifatida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi biznes va tadbirkorlik oliy maktabi bo'yicha yetakchi tashkilot tomonidan berilgan xulosalar yutuqlar bilan birga ishda ayrim kamchiliklar ham mavjudligi qayd etilgan. Bular quyidagilardan iborat. Birinchidan, dissertatsiya tijorat banklarining investitsion jozibadorligini oshirishga oid nazariy asoslar yetarlicha yoritilgan. Shu bilan birga bank investitsion faoliyatining ayrim zamonaviy nazariyalari, xususan moliyaviy vositachilik nazariyasi, investitsion portfel yondashuv hamda risk butun konsepsiyasi yanada tizimli va chuqur qiyosiy tahlil qilinishi mumkin edi. Shuningdek, tijorat banklari faoliyatining investitsion muhit bilan o'zaro ta'siriga oid ayrim xorijiy konseptual yondashuvlardan kengroq foydalanish tadqiqotning nazariy poydevorini yanada mustahkam qilishga xizmat qilgan bo'lar edi. Ikkinchidan, dissertatsiya ishining 34-betda keltirilgan 1.9-rasmda tijorat banklarining ishonchli darajasini aniqlashga oid ko'rsatkichlar keltirilgan. Biroq mazkur ko'rsatkichlar o'rtasida o'zaro bog'liqlik, ularning bank ishonchligiga ta'sir darajasi hamda yakuniy baholash mezonlarini yanada batafsil tahlil qilinishi mumkin edi. Rasmda asosan omillar ro'yxati aks ettirilgan bo'lib, ularning miqdoriy ifodasi va empirik baholash natijalari kengroq yoritish maqsadga muvofiq bo'lar edi. Uchinchidan, dissertatsiya ishida xorijiy mamlakatlar tijorat banklari faoliyatining investitsion jozibadorligini oshirish bo'yicha tajribalar keltirilgan. Shu bilan birga ushbu tajribalar investitsiyalar va boshqaruv farqlari, bank tizimi barqarorligini ta'minlash mexanizmlari, investitsion siyosatning iqtisodiy o'sishga ta'siri hamda tartibga solish vositalarining samaradorligi nuqtai nazaridan yana chuqurroq qiyosiy tahlil qilish imkoniyati mavjud edi. Lekin ushbu kamchiliklar dissertatsiyaning ilmiy nazariy uslubiy va amaliy saviyasini pasaytirmaydi, erishilgan natijalarning ilmiy qiymatini yo'qotmaydi deb ko'rsatilgan. Yetakchi tashkilot tomonidan berilgan taqrizning qaror qismida quyidagilar aks ettirilgan. Tadqiqotchi, Toshkent xalqaro International universiteti mustaqil tadqiqotchisi Rayonbay Sardor Qahramonovich 807 moliya pul masalasi kritik sohasiga bo'yicha transformatsiya jarayonida banklarning investitsion jozibadorligini oshirish yo'llari mavzusida iqtisod fanlari bo'yicha falsafa doktor PhD ilmiy davrasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiyasi mustaqil bajarilgan, mantiqan yakunlangan ilmiy tadqiqot ishi bo'lib, Oliy attestatsiya komissiyasining iqtisod fanlari bo'yicha falsafa doktor PhD ilmiy davrasi qo'yilgan nizom talablariga to'g'ri javob beradi. Tadqiqotchi dissertatsiya ishi natijalarining asoslanganligi va ishonchliligini ta'minlangan hamda ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Tadqiqotchi e'lon qilgan ilmiy maqolalar avtorlar va dissertatsiya ishining mazmunini aks ettiradi. Dissertatsiyaning har bir bo'limi bo'yicha nashr qilingan ilmiy ishlar, mavjud bo'lib ishda erishilgan yangiliklar hamda olingan ilmiy natijalar amaliyotga joriy etilgan. Qaror qismida yetakchi tashkilotda tadqiqotchi 0807 moliya pul muomalalari kritik sohasiga bo'yicha
Transformatsiya jarayonida banklarning investitsion jozibadorligini oshish yo'llari mavzusida iqtisod fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya ishi Toshkent xalqaro universiteti huzuridagi raqamli ilmiy kengashda himoya qilish uchun tavsiya etilsin deb belgilab berilgan. Dissertatsiya atrofidagi quyidagi tashkilotlar va muassasalardan ijobiy takliflar kelib tushgan. Jumladan, Janubiy Koreyaning Ukning universiteti tomonidan taklif taqdim etilgan. Taklif mazkur universitetning davlat boshqaruv professori, strategik boshqaruv instituti direktori, falsafalar doktori PhD Byong Jun Kim tomonidan imzolangan taklif ijobiy ko'rsatilgan kamchiliklar, takliflar. Tadqiqotda taklif etilgan mexanizmlar banklarning investitsion jozibadorligini oshirishga xizmat qilishi kutilgan bo'lsa-da, ularning joriy etish natijasi kutilayotgan iqtisodiy samaradorlik miqdoriy hisob-kitoblar va keyinroq empirik asoslanish orqali yana mustahkamlanishi mumkin edi. Turkiyaning Fırat universiteti taklifi. Taklif ushbu universitetning Turkiyaning Fırat universitet professori İzzet Tashar tomonidan imzolangan taklif ijobiy ko'rsatilgan kamchilik. Avtoritetda ayrim kamchiliklar mavjud. Xususan, taklif etilgan mexanizmlar banklarning investitsion jozibadorligini oshirishga xizmat qilishi ko'rsatilsa-da, ularni amaliyotga joriy etish natijasida kutilayotgan iqtisodiy sohalarni yana to'liqroq asoslash uchun miqdoriy hisob-kitoblar hamda keng tadqiqotlar olib borish va mustahkamlanishi taqdim etiladi degan. O'zbekiston Respublikasi Bank moliya akademiyasi taklifi. Taklif O'zbekiston Respublikasi Bank moliya akademiyasi Bank ishi kadrasi mudiri hisoblanadi doktor professor Almardon tomonidan imzolangan taklif ijobiy kamchiliklar ko'rsatilgan. Toshkent ijtimoiy innovatsion universiteti, Toshkent ijtimoiy innovatsion universitetining yoshlar masalalari va ma'naviy ishlar bo'yicha birinchi o'rinbosar hisoblanadi doktor professor PhD Nazarov tomonidan imzolangan taklif ijobiy kamchiliklar ko'rsatilmagan. O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti, O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti kutubxona axborot faoliyati fakulteti degani iqtisod fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD dotsent Usmon tomonidan imzolangan taklif ijobiy ko'rsatilgan tavsiya va kamchiliklar. Avtoritetda banklarning investitsion jozibadorligini oshirish masalasi keng ko'lamda yoritilgan, biroq aynan transformatsiya jarayonining qaysi bosqichlari, institutsional, raqamli, mulkchilik va moliyaviy transformatsiya haqida markazida ekanligi aniq metodologik chegara bilan belgilab berish kerak. Aniq va ijtimoiy fanlar universiteti taklifi Aniq va ijtimoiy fanlar universiteti iqtisod fanlari kafedrasi mudiri PhD dotsent Hamzayev tomonidan imzolangan taklif ijobiy, kamchiliklar ko'rsatilmagan. Denov tadbirkorlik pedagogika instituti taklifi Denov tadbirkorlik pedagogika instituti raqamli iqtisodiyot kafedrasi va mudiri vazifasini bajaruvchi professor Yo'ldosh tomonidan imzolangan taklif ijobiy, kamchiliklar ko'rsatilmagan. Toshkent kimyo texnologiyalar universiteti taklifi Toshkent kimyo texnologiya sanoat va iqtisodiyot menejment kafedrasi mudiri iqtisod fanlari bo'yicha falsafa doktor dotsent Xo'jamurod tomonidan imzolangan ko'rsatilgan kamchilik. Avtoritetda investitsion jozibadorlik tushunchasini ma'rifiy talqin etadi darajada konseptuallashtirilmagan. Mazkur tushuncha ko'plab xorijiy va mahalliy olimlarning ta'riflari keltirilgan bo'lsa-da, dissertant tomonidan taklif etilgan yagona integrallashgan mualliflik ta'rifi aniq va alohida shakllantirilmagan. Shakllantirilganda uning ilmiy amaliy ahamiyatidan oshgan bo'lardi. Sorbonne universiteti taklifi. Sorbonne universiteti ilmiy ishlar innovatsiyalar bo'yicha prorektori PhD Qarshiyev tomonidan imzolangan taklif ijobiy kamchiliklar ko'rsatilmagan. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti taklif davlat iqtisodiyot universiteti bank ishi kafedrasi vazifasini bajaruvchi professor iqtisod fanlari doktori Desir Haydar tomonidan imzolangan kamchiliklar ko'rsatilmagan. Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti, Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti iqtisod fanlari bo'yicha nomzodi buxgalteriya iqtisod va audit kafedrasi professor Bayjan tomonidan imzolangan taklif ko'rsatilmagan. Yuqorida sanab o'tilgan barcha tashkilot muassasasining takliflarining xulosa qismida izlanuvchi Rahimboyev Sardor Qahramonovichning dissertatsiya avtoriyati O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan dissertatsiya avtoriyatiga qo'yilgan talablarga to'liq javob berishi va uning muallifi 08/07 moliya formulasi va kredit ixtisosligi bo'yicha iqtisod fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD darajasini olishga loyiq deb qayd etilgan. Rahmat. Hurmatli kengash a'zolari, dissertatsiya himoyasi davom etadi. So'z tadqiqotchiga beriladi. Rahimboyevga yetakchi tashkilot va rasmiy avtoritetga kelgan takliflarga ko'rsatilgan munozarali holatda va istak va kamchiliklarga javob berish uchun marhamat, so'z sizga. Rahmat, hurmatli rais. Taklifchilar tomonidan bildirilgan fikrlar o'rinli deb bilaman va albatta o'sha investitsion portfoli va Reform konsepsiyasi bo'yicha berilgan takliflar ham albatta dissertatsiyamizni ahamiyatini yanada oshirgan bo'lardi va bu ishlarni albatta keyingi tadqiqotlarimizda to'ldirib boyitib borishga harakat qilamiz. Berilgan takliflar uchun barcha tadqiqotchilarga rahmat. Rahmat kattakon. Dissertatsiya himoyasi rasmiy qismi davom etadi. So'z birinchi rasmiy opponent, iqtisodiyot fanlari doktori, professor To'lay Shavkat Shuhratovичga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli kengash a'zolari. Shu muhokama qilinayotgan mavzu bo'yicha o'zim fikrimni bildirib o'tmoqchi edim.
Hammamizga ma'lumki, banklarning investitsion jozibadorligini oshirish masalasi bugungi kunda iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va moliya sektorini barqaror rivojlantirish sharoitida eng dolzarb ilmiy amaliy muammolardan biri hisoblanadi. Chunki bank tizimi iqtisodiyotning muhim bo'g'ini bo'lib, uning barqaror faoliyati investitsion jarayonlar faolligi, moliyaviy resurslarning samarali taqsimlanishi hamda real sektorni moliyalashtirish darajasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Tijorat banklarining investitsion jozibadorligi darajasi oshgan sari ichki va tashqi investitsiyalarni jalb qilish salohiyati kengayadi. Bu holat moliya bozorining rivojlanish jarayonlarini faollashtiradi. Bundan tashqari, bank tizimida olib borilayotgan tarkibiy islohotlar, raqamli transformatsiya va xalqaro moliya bozorlarida integratsiya sharoitida banklarning investitsion jozibadorligini oshirish strategik vazifalaridan biriga aylanmoqda. Shu nuqtai nazardan Rahimboyev Sardor Qahramonovich tomonidan ushbu mavzudagi tadqiqot ishi dolzarb hisoblanadi. Dissertant tanlagan mavzuni har tomonlama o'rganish, tahlil qilish va tadqiq etish maqsadida mantiq qoidalariga rioya qilingan holda 8 ta paragrafni o'zida mujassamlashtirilgan 3 ta bobdan iborat reja tuzilgan va har bir paragraf va boblar bir-birini to'ldiradi va ketma-ketlikda bayon etilgan. Tadqiqotning birinchi bobida tijorat banklarining investitsion jozibadorligini oshirishning iqtisodiy mohiyat va nazariy asoslari keng va chuqur tahlil qilingan. Unda tijorat banklarining investitsiya faoliyati tushunchasi, uning bank tizimi rivojidagi o'rni va zarurligi, shuningdek investitsion jozibadorlik mazmun mohiyati, shakllanish omillari, baholash mezonlari xalqaro va milliy ilmiy manbalar asosida o'rganilgan. Tadqiqotning ikkinchi bobida iqtisodiyotni rivojlantirishda tijorat banklarining investitsion jozibadorligining zamonaviy holati va uning tahliliy jihatlari yoritilgan. Unda O'zbekistonda investitsiyalarni jalb qilish orqali banklarning investitsion jozibadorligini oshirishni hozirgi kundagi holati statistik va tahliliy ma'lumotlar asosida baholangan. Tadqiqotning 3-bobida O'zbekiston Respublikasi tijorat banklarining investitsion jozibadorligini oshirishni takomillashtirish masalalari tadqiq etilgan hamda olingan natijalar umumlashtirilgan. Shuningdek, dissertatsiyada tijorat banklari tomonidan moliyaviy investitsiyalarni jalb qilish samaradorligini oshirishda qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish dinamikasini hisobga olgan holda prognoz yondashuv ishlab chiqilgan. Banklarning aktivlari tarkibida qimmatli qog'ozlar ulushini 2030-yilgacha bo'lgan prognoz ssenariylari taklif etilgan. Shu bilan bir qatorda ishda ayrim munozarali jihatlar ham uchraydi. Uni quyidagilarni ta'kidlab o'tishimiz mumkin. Tadqiqot ishining birinchi bobi nazariy jihatdan boy bo'lsa-da, birinchi jadvalda 14-betda tadqiqotni tijorat banklarining investitsiya faoliyatini tashkil etish bosqichlari keltirilgan. Biroq ushbu bosqichlarning investitsion jozibadorlikka ta'siri darajasi va ularning natijaviy ko'rsatkichlar bilan bog'liqligi batafsil izohlanmagan. Tadqiqot ishining 1-2 rasmda 16-betda tijorat banklarining investitsiya faoliyatini asosiy yo'nalishlari aks ettirilgan. Biroq rasmda keltirilgan yo'nalishlarning ustuvorlik darajasi, ularning bank investitsion jozibadorligiga ta'sir kuchi va o'zaro bog'liqligi ochib berilmagan. Tadqiqot ishining 95-betdagi 217-jadvalda tijorat banklarining investitsiya faoliyatidan olinadigan daromadlar hajmiga ta'sir etuvchi omillarning tavsifiy statistik ko'rsatkichlari berilgan. Biroq o'rtacha qiymat, dispersiya ko'rsatkichlarining investitsion daromadlarga ta'siri, shuningdek omillar o'rtasidagi farqlanish sabablari va ularning iqtisodiy mazmuni batafsil ochib berilmagan. Biroq yuqorida qayd etilgan kamchiliklar dissertatsiyani ilmiy jihatini pasaytirmaydi. Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, Toshkent xalqaro universiteti mustaqil tadqiqotchisi Rahimboyev Sardor Qahramonovichning transformatsiya jarayonida banklarning investitsion jozibadorligini oshirish yo'llari mavzusidagi dissertatsiya ishi mustaqil bajarilgan, yakunlangan tadqiqot ishi bo'lib, unda keltirilgan ilmiy natijalar, xulosalar hamda ishlab chiqilgan taklif va tavsiyalar 08-00-07 moliya, pul muomalasi va kredit ixtisosligiga to'liq mos keladi. Yuqorida keltirilgan ijobiy jihatlar va ilmiy natijalarga asoslanib, mustaqil tadqiqotchi Rahimboyev Sardor Qahramonovichning 08-00-07 moliya, pul muomalasi va kredit ixtisosligi bo'yicha iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblayman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat To'xtaxon. Rasmiy ahamiyati iqtisodiyot fanlari doktori professor Shavkat Shuhratovich o'zlarini rasmiy tahlillarda ko'rsatgan
bilakisda kamchilik va munozarali holatlarga javob berish uchun so'z tadqiqotchi Sardor Qahramonovich Rahimboyevga beriladi. Marhamat. Rahmat, hurmatli rais. Shavkat Shuhratovичga albatta o'zlarini qimmatli vaqtlarini ayamasdan ishimizni ko'rib chiqib, kamchiliklarni ko'rsatib berganlar uchun katta minnatdorchilik bildiramiz. Albatta ko'rsatilgan barcha kamchiliklar o'rinli. Biz o'sha tajribasizlik qilib, xususan mana birinchi ko'rsatgan kamchiliklarni ikkilamalik modellashtirish orqali ko'rsatish yetarli bo'ladi deb hisoblagan ekanmiz. Albatta keyingi ishlarimizda ko'rsatib o'tilgan kamchiliklarni hammasini bartaraf etishga, ularni o'sha bergan barcha rasm jadvallarimizni ahamiyatini oshirishga harakat qilamiz. Kattakon rahmat. Rahmat. So'z ikkinchi rasmiy abonent. So'zni fanlari nomzodi dotsent Tojiyev Rahmatilla Rahmonovichga beriladi. Marhamat ustoz. Assalomu alaykum, hurmatli rais va ilmiy kengash a'zolari. Toshkent Xalqaro universiteti mustaqil tadqiqotchisi Rahimboyev Sardor Qahramonovichning yozgan dissertatsiyasi bo'yicha mana birinchi rasmiy tahrirchi dissertatsiyani dolzarbligi, yutuqlari haqida to'xtaldi. Shuning uchun men asosiy kamchiliklari haqida bayon etmoqchiman. Dissertatsiya ishida barcha dissertatsiya ishlarida bo'lgani kabi munozarali holatlar mavjud. Ular quyidagilar. Birinchi, dissertatsiya ishining 30-betidagi 1.6 rasmda tijorat banklarining investitsion jozibadorligini shakllantirishda investitsiya loyihalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimi keltirib o'tilgan, ammo unda investitsiya loyihalarini baholash natijalarining moliyalashtirish manbalarini tanlash jarayonida qanday ta'sir ko'rsatishi hamda resurslarni taqsimlashning amaliy mexanizmlari aniq ifodalanmagan. Rasmda moliyalashtirish manbalari, tashkiliy, funksional va rejalashtirish tizimlari tizimli tarzda ko'rsatilgan bo'lsa-da, ularning o'zaro bog'liqligi, risklarni boshqarishdagi roli va bank investitsiya faoliyatini samaradorligiga qo'shadigan risklarni boshqarishdagi roli va bank investitsiya faoliyatini samaradorligiga qo'shadigan amaliy hissasi yetarli darajada tahlil qilinmagan. Ushbu jihatlar batafsilroq yoritilganda sxemaning amaliy mazmunini yanada aniqroq bo'lardi. Ikkinchisi, tadqiqotning 69-betidagi 2-4 jadvalda mamlakat investitsion jozibadorligini oshirishga ta'sir qiluvchi asosiy ko'rsatkichlar yillar kesimida tahlil qilingan. Biroq jadvalda keltirilgan foiz ko'rsatkichlarining o'zgarish sabablari, xususan davlat byudjeti, chet el investitsiyalari hamda aholi va korxonalar mablag'lari ulushidagi siljishlarning iqtisodiy omillari batafsil izohlanmagan. Shuningdek, mazkur ko'rsatkichning investitsion jozibadorlikka qanday mexanizm orqali ta'sir ko'rsatishi va ularning o'zaro bog'liqligi tahlil qilinmagan. Ushbu masalalar kengroq izohlanganda jadvaldan olinadigan tahliliy xulosalar yanada asosliroq bo'lar edi. Ilmiy ishning 92-betidagi 2-bobda keltirilgan 2.13 jadvalda Agrobank aksiyadorlik tijorat banki moliyaviy ko'rsatkichlarining o'sish sur'atlari asosida investitsion jozibadorlik darajasi baholangan. Biroq jadvalda ko'rsatkichlar o'sishining investitsion jozibadorlikka ta'sir mexanizmi, xususan sof foydaning salbiy natijasi bilan boshqa ijodiy ko'rsatkichlar o'rtasidagi nomutanosiblik sabablari yetarli darajada izohlanmagan. Shuningdek, baholash mezonlari qanday asosda eng yuqori, kuchli yoki barqaror darajalarga ajratilgani ochib berilmagan. Bu jihatlar aniqlashtirilganda jadvalning tahliliy asoslari yanada ravshanroq bo'lar edi. Dissertatsiya ishining 3-2 paragrafida zamonaviy bank tizimi va tijorat banklari faoliyatida lend banking yondashuvining mohiyati hamda uning xizmatlari sifatini oshirishdagi ahamiyati nazariy jihatdan yoritilgan. Biroq mazkur yondashuvni amaliyotga joriy etish natijasida erishiladigan iqtisodiy samaralar miqdoriy ko'rsatkichlar bilan asoslanmagan. Xususan, xarajatlarni qisqartirish, xizmat ko'rsatish tezligi yoki daromadlar o'sishi bo'yicha aniq raqamlar va hisob-kitoblar keltirilmagan. Mazkur yo'nalishda keltiriladigan miqdoriy dalillar tadqiqot natijalarini yanada mustahkamlab bergan bo'lar edi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, yuqorida qayd etilgan va muhokama talab qiluvchi ayrim kamchiliklar dissertatsiya ishining umumiy ilmiy saviyasini va amaliy ahamiyatini pasaytirmaydi. Tadqiqotchi dissertatsiyada vakt tomonidan qo'yilgan talablarni bajargan va xulosa qilib aytadigan bo'lsak,
Toshkent xalqaro universiteti mustaqil tadqiqotchisi Rahimboyev Sardor Qahramonovich tomonidan bajarilgan transformatsiya jarayonida banklarning investitsion jozibadorligini oshirish yo'llari mavzusidagi dissertatsiya ishi yakunlangan mustaqil ilmiy tadqiqot hisoblanadi va ilmiy bevosita 08/00/07 moliya pul muomalasi va kredit ixtisosligi bo'yicha talablarga mos kelganligi uchun iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblayman. Rahmat e'tiborlaring uchun. Ustoz kattakon rahmat. Bizga dars bergansiz. Tezlashtiring, qachon olib chiqasiz ishingizni, ustoz? Xudo xolasa. Yangi bo'ldi ustoz. Juda xursand bo'ldim ko'rib bizani bank ishi MVKga o'rgatgan ustozimiz, rasmiy opponent, iqtisodiyot fanlari nomzodi dotsent Tojiyev Rahmatilla Rahmonovich rasmiy taqdimotda ko'rsatilgan munozarali holat va kamchiliklarga javob berish uchun so'z tadqiqotchiga beriladi. Marhamat. Rahmat. Rahmatilla Rahmonovichga albatta bizning ishlarimizni ko'rib chiqib, kamchiliklarni ko'rsatib berganlari uchun katta rahmat aytamiz. Barcha e'tirozlar o'rinli, xususan o'sha 6 rasmdagi investitsiya moliya qo'llash tizimi moliyaviy manbalar ko'rsatib berganligi boshsiz kamchilik. Haqiqatan biz uni kontseptual model sifatida bergandik va qo'llab-quvvatlash tizimi tarkibiy elementlarni tizimlashtirishdan iborat maqsad qo'ygandik, lekin taqdirchining taklifi rasmli amaliy ahamiyatini oshirishga yanada xizmat qilishi shubhasiz. Va shuningdek, o'sha taqdirchining fikrlarini inobatga holda barcha ko'rsatkichlar o'rtasidagi ikkinchi takliflar bo'yicha ham sabab-oqibat bog'liqlikni va ta'sir mexanizmlarini yanada kengayib yoritish, jadvallarning tahlil xulosalari mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu barcha bizning niyatimiz ushbu tadqiqot bilan to'xtab qolish emas. Hozir davlatimizga bergan bizga takliflari barchasi bizning keyingi ishlarimizni va jadvallarimizni, rasmlarni kuchaytirishga, ularni amaliy ahamiyatini oshirishga xizmat qiladi deb hisoblayman. Kattakon rahmat bildirgan fikrlar uchun. Rahmat. Ustoz, kattakon rahmat. Tabriklayman, professorlik olibsiz, ustoz. Akademik ham bo'ling. Tabriklaymiz. Juda xursand bo'ldik. Sog' bo'linglar. Rahmat. Davom etamiz. Dissertatsiya himoyasining rasmiy qismi o'z nihoyasiga yetdi. Norasmiy qismiga o'tamiz. Norasmiy opponent sifatida so'zga chiqmoqchi bo'lganda bu marhamat. Iqtisodiyot fanlari doktori, professor Ahmadyorov Zokir Toshtemirovich. Rahmat yana bir bor Sardor Qahramonovich. Albatta, dastlab tanlangan dissertatsiya mavzusining dolzarbligiga qisqacha to'xtalib o'tsam, ko'plab investitsion loyihalar, investitsion jozibadorlik bilan bog'liq tadqiqotlarni ko'rdik, lekin aynan tijorat banklarining investitsion jozibadorligini oshirishda, xususan transformatsiya, o'sha raqamlashish va so'nggi fintech imkoniyatlarini birgalikda tadqiqot olib borgan tadqiqot ishlaridan kam sonli ishlardan biri ekanligini alohida qayd etish lozim. Albatta, tijorat banklari investitsion faoliyati juda so'nggi yillarda faol tijorat banklari ishtirok etsa-da, aynan sohani transformatsiya qilish, raqamlashtirish bilan bog'liq ishlarga sustkashliklar va muammolar ko'p edi va mazkur ishda mazkur muammolarning yechimini ko'p o'z yechimini topgan deb bilaman va mazkur ishni qo'llab-quvvatlashni o'zim qo'llab-quvvatlayman va boshqa kengash a'zolarini ham mazkur ishni qo'llab-quvvatlashga chaqirib qolaman. Rahmat. Boshqa norasmiy chiquvchilar bo'lmasa, men ham kengash raisi sifatida huquqimdan foydalangan holatda o'zim bir qator fikrlarimni aytmoqchiman. Ruxsat berasizlarmi? Birinchisi, Rahimboyev Sardor Qahramonovich tomonidan tanlangan mavzu. Transformatsiya jarayonida banklarni investitsion jozibadorlikni oshirish yo'llari. Bu juda muhim. Nega? Mana 2-3 kun oldin davlatimiz rahbari xalqqa murojaat bilan chiqdilar va Oliy Majlisga. Men o'shanda qatnashdim. Juda katta marralar belgilandi. Mamlakatning taraqqiyoti banklarning aktiviga ham ma'lum darajada bog'liq. Chunki investitsiya, ichki investitsiya bu juda muhim. Mana davlatimiz rahbari 4-chi muhim yo'nalish sifatida murojaatnomada ichki talabni qondirishdilar. Ichki talab qachon oshadi? Birinchisi aholi daromadi oshsa, ikkinchisi kredit olish osonlashsa. Demak, investitsion jozibadorlik bo'lsa, bevosita bu ustuvor vazifa haqida to'xtab o'tdi. Juda ulkan mavzu.
Bu yerda albatta ilmiy rahbari professor Husanov Ulug'bek Nishonovich ham to'g'ri rejani qo'yib bergan tadqiqotchida. Buni e'tirof etish kerak. Chunki banklarda investitsion jozibadorlik bo'lmasa juda og'ir. Har xil qarashimiz kerak. Kichik banklarning daromadi katta banklarning daromadiga nisbatan bir necha barobar ko'p. Masalan, 1000 ta bank ishlaydigan bankning daromadi 6000 ta, 8000 ta, 10000 ta xodim ishlaydigan bankning daromadidan ko'p holatlarni ko'ryapmiz. Samaradorlik pastligini ko'ramiz. Demak, investitsion jozibadorlik muhim rol o'ynaydi. Juda aktual temada qilgan. Men to'g'risi birinchi tadqiqot ishiga ham, ikkinchi tadqiqot ishiga ham albatta tadqiqotligini davom ettirishni tavsiya qilardim. Kitob yozishadimi, maqola yozishadimi, doktorlik qilishadimi qat'iy nazar, chunki juda muhim yo'nalish. Aholi daromadlari o'ssagina ichki talab oshadi, bilasizlar. Ichki talab oshishni boshlasa, demak, mamlakat raqobatbardoshligi oshadi. Ekonomist kitobida Fisher ham, Samuelson ham, McConnell Brewer ham, Jeffrey Sachs ham bitta narsa yozadi. Ichki talabni biz shakllantirsak, birinchi o'rinda bu uy xo'jaliklari, korxonalar va davlat miqyosida barqaror bozor paydo bo'ladi. Dunyoda bo'layotgan geosiyosiy vaziyatli ichki talabga ta'sir qilmaydi, u ichkarida bo'layotgan holat bo'ladi. Agar ichki Xitoy qanaqa inqirozdan chiqib ketib qoldi? Xabaringlar bor, juda ko'p Xitoyga bosimda bo'layotganda Xitoy asosiy urg'uni ichki talabga qaratdi. Biz ham ichki talabni yaxshilaydigan bo'lsa, mahalliy ishlab chiqaruvchilar sekin-asta raqobatbardosh bo'lishni boshlaydi va dunyo bozoriga chiqishiga asos yaratadi. Ulkan mavzuda qo'l urgan. Albatta, banklarning investitsion joziba bugungi mavzu To'rayev Azamat Shuhratovich ham, Rahimboyev Sardor Qahramonovich ikkala himoya ham bir-biriga uzviy bog'liq. Bir-birini to'ldiradi. Chunki transformatsiya jarayoni raqamlashtirish bilan bo'ladi. Banklarning investitsion jozibadorligi qachon oshadi? Digitalizatsiya kirib kelsa oshish bilan bo'ladi. Shuning uchun bu ishni ham birinchi ish kabi albatta qo'llab-quvvatlashga chaqiraman va barchani yoqlab ovoz berishga chaqiraman. Norasmiy opponentlarni o'z fikr-mulohazalariga o'z fikrini bildirish uchun tadqiqotchi Rahimboyev Sardor Qahramonovichga so'z beriladi. Marhamat. Rahmat, hurmatli rais. Albatta, bildirilgan tilaklar va fikrlar uchun minnatdorchilik bildiramiz. Ilm qilish bizga bir havas. Shu havasimizni yuqori darajada baholaganlik uchun sizlarga o'z minnatdorligimni bildiraman. Kattakon rahmat. Rahmat. Keyingi jarayonga mana o'tyapmiz. Hurmatli kengash a'zolari, biz sizlar bilan yashirin ovoz berish uchun hisob komissiyasini saylab olishimiz kerak. Hisob komissiyasi 3 kishidan iborat bo'lsin degan taklif tushdi. 34 yildan beri 3 kishi ovozga qo'yish shart emasmi? Boshqacha qilmaymizmi 4 kishi? Yo'qmi, bo'ldi. Bo'lmasa taklif tushdi, mana ilmiy kotib chiqib sovet a'zolaridan tuzilganmi familiyalar? Boshqalardan qo'shmadingizmi? Rais sifatida Husaynov professor, a'zolar sifatida professor Husanov va professor Mamadyorovlarni ovozga qo'yaman. Bir ovozdan kelgan mehmonlardan, tadqiqotchidan xonani tark etishingdan so'raymiz. Rahmat. Ilmiy kengash a'zolari uzr so'rayman. Ilmiy rahbar bilan